Minglab otasiz mehrga muhtoj ona va bolajonlarimizning xizmatini qilgan mashinamni sotuvga qo'ydim. Assalomu alaykum. Azizlar, qisqacha bu mashinam haqida ma'lumot berib o'taman. Birinchi zarur ma'lumot bu saxovat puliga kelmagan. Avvalo Allohning izni ila va bir necha yillar mehnatim sababli Alloh taolo bergan. Alloh bergan. Endi qo'limdan kelganicha tushuntirib aytib o'taman. Unaqa mashinani obzor qilishga nimam ma'lumotim to'g'risi yetmaydi. Biladigan narsalarim, kraskasi yo'q. 2020-yil 160 ming yurgan. Hadavoylarini Mers hadavoy qilib berishgan ukalarimiz. Malibu roll, keramika polirovkalari ham qilishgan. Shumilizatsiyalari ham bo'lgan. Mashinali jim, Optrafara, Amerikanka shunaqadir ekan. Lekin balonlarimiz unaqa zo'r emas, borini aytamiz. Yana nima deyishimiz mumkin? Avtomat, shu luklari hamma yo'g'i Xudo xolasa joyida. Eng muhimini aytaman, mashinam propan, eng zo'ridan, yangisidan qo'yilgan. Sovuq tushyapti. Qishlarda metanda ochiribda turmaysiz. O'zi bu mashinam qachon kirsa, bu yaxshi xizmatlarda yuradi. Shunaqa bolajonlarning xizmatini qiladi deb shu zapravka xodimlari bez ochirit qilib qo'yib berishadi. Hattoki yo'lda gaylarimiz kerak bo'lsa to'xtatib mashinamizni, bu xizmatdagi mashina deb chiroyli bir muomalada qo'yib yuborishadi. Endi hujjatlarimiz, dokumentlarimiz ham to'g'ri-yu. Shu borada bir narsani iltimos qilaman. Variantga, nasiya savdo, unaqa narsalarga so'ramasliklaringizni iltimos qilardim. Chunki sababi zaruriyatlidan sotilyapti. Shu uchun mashina olaman degan aka-ukalarimiz bo'ladimi? Bemalol opa-singillarimizmi? Telefon qilishlari mumkin. Mana telefon raqam qoldiryapman o'zimnikini. Iltimos faqat shu oladiganlar telefon qilsalaringiz narxini kelishamiz. Hatto bolalar nimalargacha yopishtirib berishgan, nima deydi? O'zi havolar ham sovida o'zi-yu. Hali quyoshdan issiq o'tkazmaydigan tomonlarini ham yana aytib o'taman. Nasiya savdo, kreditga bo'lib berish yoki jichi kami bor, keyinchalik qilib beraman deydiganlarga bera olmayman. Aytganimdek, zaruriyatdan sotyapman. Xudo xolasa, xotirjam aytiladigan gapim, mashina unaqangiz qiynaydigan tomon rasxoti yo'q. Rosta bir bolajonlarning xizmatini qilib, rosta duo olgan mashina inshaalloh. Havas qilganlar ham bitta like bosib, ilingan odamingizga bitta jo'natib qo'ysangiz ham xursand bo'lardik. Salomat bo'linglar.